O'tirsang-chi, bolam. Birpas o'tirgin. Bo'ldi. Ketdim oyi. Shoshma bolam. Gap bor. Hali benzin olishim kerak. Ishga borish kerak. So'ng nashriyotga o'tishim kerak. Xo'sh, nima gapingiz bor edi, oyi? Suratga tushaylik. Nega, tinchlikmi? Yaqinda men o'laman. Qo'ysangizchi oyi bunaqa gaplarni. Hali siz ko'p yashaysiz. Mayli, men ishga ketdim. Yaxshi o'tiring oyi. Shunday dedim-da, chiqib ketdim. Oradan 2 hafta o'tdi-yu, kechalari uyg'onib ketaman. O'ylayman. Sen nomard. Sen ahmoq. Nimaga o'shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo'qmidi? Kerak bo'lsa, topasan-ku. Kitob uchun, jurnal uchun, ish ustida, bog'da, ko'chada. Nima? Sen kino yulduzmisan? Yo jahonshumul shaxsmisan? Ana bir dasta surating yotibdi. Har xil, har yerda, har joyda. Faqat onang bilan tushgan surating yo'q. Dunyoning ishlari doim shoshilinch. Surat.